Tabiiy yo'llari bilan davolashlarini topib qo'ydik. Hozir sizlarga bitta kelib, maza qilib davolanib ketinglar. Endi bundan buyog'iga hech qachon qiynalib yurmaysizlar. Faqat tabiiy yo'llari bilan davolashar ekan bu yerda. Mana eskidan tabiiy yo'l bilan davolanib qancha bo'ldi? 10 kunda yechim topib bartaraf qilib berdilar, qo'llari dard ko'rmasin. 3 yil oldin kelgansiz. Hozir nima sababdan kelib o'tiribsiz bu yerda? Hozir shu otamni olib kelganman. Mashalloh, sizdagi farzandlar ko'payaversin, otalarimizga qarab yuradigan farzandlar ko'payaversin. Shu yerga kelishinglarni обязательно so'rayman. Rafik ko'kayning qasida kelib turibmiz. Bu biratan poзвоночный sheni grijani emtiytin, lechit etayotgan odam degan hozir informatsiyani o'zlaridan so'raymiz. Oyoq og'rishadimi, bel og'rishadimi, sizni oldingizga qanaqa og'riqlar bilan kelishadi? Shu narsani ozgina yoritib bering-da. Asosan bizning oldimizga keladigan bemorlarimiz poзвоночный grija bu umurtqada bo'lib turib, nervlarni tom bilan siqib qo'yib, bel og'riq, oyoq og'riqlari, tomir tortishlar, uvishish, muzlab va sekin-sekin qiyshaytirib, yurishtirish harakatlarini cheklab qo'yadi, paralizatsiya yotqizib qo'yadigan narsa bu. Siz Rafik aka hech qanaqa ko'l-po'l, dorilar bilan davo qilmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, tabiiy yo'llar, hammasi tabiiy yo'llar. Yoshi katta, yoshi kichkina kelsa, shifo topib ketishgan mashqda yillar davomida, to'g'rimi? Yoshini farqi yo'q, 80 yosh, 90 yosh bo'ladi farqi. Ayolimizga ayollar qarashar ekan bu yoqda, erkaklarga erkaklar qarashar ekan bu yoqda. Bemalol tashrif buyurib, esingidan bu yoqqa chaqirishyapti. Bemalol kelib maza qilib shifo topib ketinglar. Janob oliylari sizlar uchun harakat qilyapti. Like bosib qo'yib bo'lsa, poзвоночный og'riydimi, bel og'riydimi, grijasi bormi, любой temada bezovta bo'layotgan bo'lsa, shu insonga tashab qo'yiladi. Bemalol kelib mashqdan shifo topib ketishsin. Sizlarni davoringlarda biz ham duo olib qolaylik. Janob oliylari, sizlarga manzilni yaxshilab tushuntirib ketaman. Chirchiq shahrida Bo'ston sanatoriyasining shunday yonginasida mana masjidda manzilimiz. Telegram kanalimda aniq lokatsiyalari bor. Bemalol kelib tashrif buyurishinglarni so'rayman. Ota-onamizni tez olib kelib mana masjidda shifosini topib ketishini so'rayman. Borib doktorxonalarga borib, kimlardandir dorilar yozdirib qiynalib yurmaysizlar endi. To'g'ri kelasizlar, tabiiy yo'llar bilan bitta insonga 50 minut, 1 soat qilib qarashar ekan. Janob oliylari, bizga bergan manzilga tomografiya shart emas, promo telefon qilib borishingiz mumkin.